Bu apparatımız Holter apparаты deyiladi. Бұл суточный монитор qiladigan apparat. Bu apparatda taqib pasientlar 24 saat жүреді. Şu apparat bilan ovqatlanadi, şu apparat bilan birga uxlaydi. Bu apparat 24 saat davomida yurikda qanday o'zgarishlar bo'lyapti yozib boradi. Tez so'qvatsa neshiga дейін tez so'qdi, astin so'qsa neshiga дейін astin so'qdi. Aritmiyalar bo'lsa qanday aritmiyalar bo'ldi, blokada bo'ldimi, yurikda pauzalar bo'ldimi, yurik tez urib ketgan vaqtlar bo'ladi. Ayrim odamlarda sonday bo'ladi, yurikda qandaydir avrular bo'ladi, biroq tekshiruvga kelgan vaqtda imенно yurikda esa bezovta qilmaydi. Bu apparatni taqqan vaqtda uyda bezovtachilik bo'lsa, dnevnikka yozib boradi, soat misolga 6 da yuragim tez so'qib ketdi, soat 6 da yuragim chanchidi. Biz ko'rgan vaqtda e'tibor bilan qaraymiz, imенно soat 6 da qanday o'zgarishlar bo'ldi. Больноyimiz o'zida qandaydir naqsh sezgan vaqtda yurakda o'zgarish bo'ldimi, yo bu zotlar nervning hisobidan bo'ldimi, soni ko'ruvda aniqlovda juda bir muhim apparatlardan hisoblanadi.